Toshkent tumani Sheribomdan 2 kilometr ichkariga kirgan navbat uyimiz keldik. Bu uyimizni ko'rayotgan bo'lsangiz 4 ta shunaqa tushgan. 3tasi bir xil 1,5 sotuvdan, oxirgisi 2 sotuv. Ko'rayotgan bo'lsangiz mana mahallasi asfalt qilingan. Mahallalar zo'r. Mahalla keng. Hozir uy ichini obzor qilib beraman. Ko'ringlar. Narxi bu uchalasi 75 mingdan, bu oxirgisi 85 ming. Pishgan qishdan qilingan 4 xona. Domga ham barter bor. Ko'ringlar, uy obzor qilib beraman. Mana bu yerda bizda sanuzil, o'ttizelini zona joy qoldirilgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta mashina bemalol sig'adi. Bizda mana kiraverishimiz. Polni to'pli pol. Oshxonadan boshlasak. Bizlar oshxonamiz. Bizlar zal. Bizda havo aylanish uchun shunaqa joy tashlab ketilgan. Bu yerda yana bitta xonamiz edi. Bu yerda yana bitta xonamiz edi. Bu yerda sanuzil. Bu yerda yana bitta xona.